odam o'zini bemor sezsa, bizni dinimizda tibbiyotga murojaat qiladi. Doktorlarga, tabiblarga murojaat qiladi. Tabiblar ko'rib, tekshirib, oxiriga yetib, "Yo, siz sog'siz. Biz hamma tarafdan tahlil qilib ko'rdik, tekshirib ko'rdik, sizda kasal yo'q" desa-yu, shundan keyin ham o'zini noxush sezayotgan bo'lsa, qandaydir bir og'riq sezsa, o'zini behol sezsa, nimadir demak behudadan behudaga siqilayotgan bo'lsa, ana unda endi ta'sirlangan bo'ladi. Unda nima qiladi? Ana unda mana shu Qur'oni Karimda maxsus suralar bor, maxsus emas, ma'lum suralar bor, shularni o'qiydi. Eng asosiysi Oyatul Kursi. Sura-i Baqaraning oxirgi 2 oyati. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huvallohu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Mana shularni ixlos bilan o'qiydi, o'ziga dam soladi, aqidasini yaxshilaydi, inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Mana shu tushunchalarni bilishimiz kerak. Qolgani hammasi bir pul. Mana hozir o'zlaringiz ham eshitgan bo'lsanglar kerak, odamlarning 80% shunga muftalo. Falonchi xotini issiq sovuq qildirib qo'yibdi, anaqa bo'libdi ekan, mana qo'yibdi ekan. Pistonchi bilan pistonchini bitta ammasini qizi tugun qildirib ostonasini tagiga ko'mib ketgan ekan, ular er xotin urushib bir-biri bilan jig'ibg'iyron bo'lyapti ekan. Yana mana shunaqalar tinmaydi, ya'ni ko'p. Ba'zi bir odamlar o'zini bolasidan, kelinidan shumlanib, "Meni shu kasal qilib qo'ydi" deyib, doktorga bormay kasal olib yuribdi. Ha, meni kelinim yomon ko'radi, mastavaga bir narsani qo'shib ichirib qo'ygan. O'zi bilmaydi ichganini. Lekin shuni aytadi. Bu nima degani? Bu oilani buzish degani. Qarindoshlarning orasini buzish degani. Jamiyatni porakanda qilish degani bu. O'zidan o'zi shuni qilishadi. Shuning uchun ma'rifat bo'lsa, tushuncha bo'lsa, shu tushuncha asosida demak shuni yo'lga qo'yilsa, aqidani to'g'rilansa, mana shu narsalar hammasi barbod bo'ladi. Albatta 10-15 daqiqalik ma'ruzada buni bayon qilib oxiriga yetib bo'lmaydi. Bu yerlarda ko'rsatma beriladi. Kitoblarda yozib qo'yilgan. Kitoblarda yozib qo'yilgan. Mana shu yaqinda bir kichkina kitobcha qilib alohida shularni bitta qilib chiqardik ham, katta kitoblardan olib. Chunki bizni jamiyatdagi holat majbur qildi shunga. Odamlarga shuni aytmasak bo'lmayapti.